Assalomu alaykum. Arab shoiri Ahmad Motarning Eshak o'g'li eshak degan bir qissasi bor. O'sha qissani bugun sizga aytib berishni niyat qildim. Ozgina kayfiyat ko'tarilishi uchun Arab otxonalarining birida bir gala bir eshak bor ekan. Kunlardan bir kuni bir eshak ochlik e'lon qilibdi-da endi. Ya'ni hech narsa yemayman debdi. Mana bizda ham qamoqxonalarda ochlik e'lon qilishadi. Ya'ni bir norozilik kayfiyati bor, ochlik e'lon qilishdi. Xuddi shunday eshaklardan biri ochlik e'lon qilibdi va taomlanmay qo'yibdi. Nima qo'ysa ham yemas ekan. Tanasi zaiflashibdi. Ustidagi yunglar to'kilibdi. Quloqlari ham shalpayib osilib qolibdi va oxir oqibat shu qadar zaiflashib ketibdiki, butunlay holdan toyib yiqiladigan bir holga kelibdi-da endi. Endi uni otasi bor ekan. Otasi eshak, ota eshak ya'ni. Qarasa o'g'lini holati kundan kunga nima bo'lyapti? Yomonlashib ketyapti. Buni sababini bilmoqchi bo'lib, sekin o'g'lini yoniga chaqiribdi va so'rabdi: "O'g'lim, senga nima bo'ldi? Senga arpalarning eng yaxshisini olib keldim. Eng yaxshi taomlarni keltirdim. Sen bo'lsa hali ham ovqat yemayapsan yoki taomlanishdan bosh tortyapsan. Nima bo'ldi senga? Dardingni menga ayt. Ichingni menga to'k. Nima bo'ldi? Nega o'zingni buncha qiynayapsan? Biror narsadanmi bezovta bo'lyapsan yoki biror kishimi seni bezovta qilyapti? Nima bo'lyapti?" degan ma'noda. Otalar o'g'illari siqilib qolsa so'raydi-yu, eshaklar ham so'rar ekanda shunday. Asta boshini ko'taribdi-da, otasiga qarab: "Ey otajon, odamlar meni qattiq xafa qildi." Odamlarmidi? Odamlar. Odamlar senga qanday yomonlik qilishi mumkin? Kallang joyidami, ey eshak bolam desa: "Ey ota, odamlar doim bizni masxara qilishadi. Ustimizdan kulishadi. Sizni xabaringiz ham yo'q bundan. Nima deb, qanday qilib?" deb otasi so'rasa, "Ko'rmaysizmi? Ular bir aybli ish qilib qo'ysa, ey eshak deb murojaat qilishadi, haqorat qilishadi. Birorta farzandi razil bir ish qilib qo'ysa, yomon bir ish qilsa, ey eshak deb haqorat qilishadi, ranjishadi. Biz haqiqatan ham shunaqamizmi? Nega ular o'zlarining eng ahmoqlarini eshak deb sifatlaydilar? Biz unaqa emasmiz-ku, otajon. Biz tinim bilmay mehnat qilsak, fikr qilamiz, idrok qilamiz. O'zimizga yarasha bir tuyg'ularimiz bor bizni ham. Hangrashlarimiz orqali bu tuyg'ularimizni izhor qilamiz. Ammo ular tushunmasa, nega? Xullas, eshak bolasi isyon ichida. Ichiga sig'may ketyapti. Haqoratni ko'tara olmayapti. Odamlar eng sifatsizlarini, eng bir ishga yaramaydiganlarini, eng axloqsizlarini ular bilan tenglashtiryapti. Eshakmisan deyapti. Ey eshakka o'xshamay o'l deb so'kadi-yu qishloqlarda. Farzandining bu savollariga qanday javob berishni bilmay ota eshak ikkilanib qolibdi-da endi. Mana shunday holatda turib o'g'lining savollariga javob berishga o'zicha endi bir harakat qilib ko'ribdi. O'g'lini ko'nglini olib
bir javob bersaki, u javobdan o'g'il qanoatlansa. Va endi eshak bo'lgandan keyin eshaklar mantig'i bo'yicha quyidagicha javob beribdi. Ey o'g'lim, Alloh taolo insonlarni yaratib, ularni boshqa maxluqlardan afzal qilgan. Lekin ular o'ziga o'zi yomonlik qiladi. Bizni ular eshaklar jamoati deb yomonlashdan oldin o'zlariga yomonlik qilishmoqda aslida. Misol uchun, sen biror bir eshakning o'z birodarini yoki akasini molini o'g'irlaganini ko'rganmisan? Biror eshak boshqa bir eshakni molini o'g'irlaganini ko'rganmisan? Yo eshitganmisan? Biror bir eshak boshqa bir eshakni o'zidan kuchsizligi va gapirayotgan gapi yoqmayotgani uchun azob berganini ko'rganmisan? Shunchaki men seni yoqtirmayman, men eshak, sen eshakni yoqtirmayman deb kuchli bo'lgani uchun, qurbi ko'p bo'lgani uchun, tanish bilishi yaxshi joylarda bo'lgani uchun azoblaganini ko'rganmisan? Quvib solganini ko'rganmisan? Haqorat qilganini ko'rganmisan? Biror eshakda ko'rganmisan bunday holatni va yo eshitganmisan? Falon eshakni rosa obro'sini to'kishibdi, sharmanda qilishibdi degan gapni eshitganmisan? Yoki birorta eshakni irqchilik qilganini ko'rganmisan? Sen oq eshaksan, biz qoralarga yoqmayapsan. Sen ola eshaksan, biz oqlarga yoqmayapsan deganini ko'rganmisan? Rangiga qarab, irqiga qarab, jinsiga qarab ajratilayotganlarini ko'rganmisan? Yoki bo'lmasa biror joyda bir yig'ilish o'tkazib, nima uchun yig'ilganini bilolmay o'tirgan eshaklarni ko'rganmisan? Arpasini olib qo'yish uchun amerikalik eshaklar to'planib arab eshaklarini o'ldirishni reja qilayotganlarini eshitganmisan, ko'rganmisan, guvohi bo'lganmisan? Yoki biror bir eshakni begona bir eshaklarga o'zi yonidagi eshaklarni sotganini, sotqinlik qilayotganini ko'rganmisan? O'z yurtidagi, shahridagi eshaklarga qarshi harakat qilayotgan sotqin eshakni ko'rganmisan sen? Yurtidagi eshaklarga millatchilik qilib, toifalarga bo'lib ajratgan eshakni ko'rganmisan? Bunaqa insoniy jinoyatlarni sen eshaklar olamida ko'rmaysan, bolam. Lekin insonlar o'zlarini nima uchun yaralgan ekanliklarini bilishmaydi. Shu g'oya yo'lida ozgina bo'lsa ham harakat qilishdimi? O'zini bilish uchun. Shuning uchun bolam, sen ko'p siqilmagin debdi ota eshak. Aqlingni yig'i. Boshingni ko'tar. Quloqlaringni tik tut. Meni ham, onangni ham boshimizni ko'tar. Men seni juda yaxshi bilaman. Sen eshak o'g'li eshaksan. Sen eshakday eshaksan. Sen eshak kabi eshaksan. Va shundayligingcha qolgin. Insonlarga o'xshab qolma, ularni qo'yaver. Ular xohlaganini gapiraversin. Bizning fahmimiz yetadi. Biz eshaklar yolg'on gapirmaymiz. Odam o'ldirmaymiz, eshak o'ldirmaymiz. G'iybat qilmaymiz. Haqorat qilmaymiz.
oramizda birorta eshak yiqilib qolib jarohatlansa yoki yotib qolsa, yoki qatl qilinayotgan bo'lsa, xursandchilikdan raqsga tushmaymiz biz. O'g'il eshakcha Xo'tik otasining bu gaplarini eshitib, xursand bo'lib o'rnidan turibdi. Keyin otasi bergan, olib kelgan arpalarni yeya boshlabdi. Va debdiki, otajon, siz menga qanday o'rgatgan bo'lsangiz, men shunday qolaman, hech o'zgarmayman. Eshak o'g'li eshak bo'laman, ammo inson bo'lishga harakat qilmayman. Va har doim inson emasligimdan, eshak ekanligimdan faxrlanib yashayman. Va o'lganimdan so'ng tuproqqa aylanib ketaman. Odamlar, toshlar yondiriladigan do'zaxga kirmayman. Bu men uchun bir faxr deb gapini tugatgan ekan eshak o'g'li eshak. Shunaqa. Sog' bo'ling.